Assalamu alaykum hürmetli televizor köyücüler. Dünya Uyghur Qurultayı tor televiziyəsi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Ben Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Prezident Joe Biden'ın dövlət bexatarlik məsləhətçisi Sullivan Uyghurlar qaratqan qılmışları səbəblik Amerikanın Xitayga bedel töltüşkə təyyar duruşu kerakligini bildirdi. Sullivan 29 yanvar Amerika Tinchlik İnstitutida ötküzülgən bir fəaliyyətdə mundaq dedi. Xitayning Şinjangda nimalarni qilayotganligi, Hong Kongda qilayotgan ishlari, Tayvanga qaratgan qo'polligi va tahdidiga qarshi harakat qilishga, shundaqla uni badal to'lashga tayyorlik qilishimiz kerak. U Amerikaning qanday tadbir qo'llanadiganligi haqida tafsiliy to'xtalmagan bo'lsa-mu, ammo Washingtonning bu masalalardagi mavqesining aniq va izchil bo'lishi kerakligini aytdi. Bidenning tashqi ishlar ministri Antony Blinken vazifaga tayinlanib tunji o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini qayta ta'kidlagan. O 27 yanvar günü muxbirlarning Trump hökumətinin Uyghurlar üstüdən çıxarğan irqiy qırğınçılıq qararı haqqındakı suallarga javob berib mundaq degan. Mening Uyghurlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib berilyotdi degan hökümüm yanıla əslidikidek. Oningda o'zgarish bo'lgani yo'q. Oningdan boshqa Biden hökuməti yana Xitoy Tayvanga harbiy tahdid silishni kuchaytgan mezgilda Theodore Roosevelt nomli aviayotkasini Tayvan bo'g'zi orqali Janubiy dengizga avatgan va Tayvanni qo'llab kuchli bayonot e'lon qilib, Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining mustahkam ekanligini bildirgan edi. Dünya Uyghur qurultayı 5 fevral g'ulchi qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi allarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni sharoiti yor bergan va o'zlari turayotgan davlatlarning qonun tuzumlari yo'l qo'ygan doira ichida 5 fevral g'ulchi qirg'inchiligining 24-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirishga va bu orqali aziz shahidlarimizga bo'lgan hurmat va sadoqatini namoyon qilishga chaqirdi. Qurultayning axborotida aynan mundaq deyilgan: Aziz qarindoshlar, Vatanimiz Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi zo'r siyosiy hodisalarning biri hisoblangan va 1997-yili yuz bergan 5 fevral g'ulchi inqilobining 24-yillik xotira kuni kelish oldida turmoqda. Bu munosabat bilan biz 5 fevral inqilobi jarayonida millatimizning hurligi, erkinligi va ozodligi uchun aziz jonlarini fido qilgan qahramon shahidlarimizga va g'ozilarimizga cho'nqur hurmatimizni va cheksiz sig'inishimizni bildiramiz. Bugun Uyg'urlar masalasining xalqaro zo'r bir masalaga aylanishi ana shu vatan ichidagi qaysar xalqimizning to'lagan ig'ir badallarining, hayotiy badaliga ilib borgan tinimsiz kurashlarining, zulmga va o'limga tiz bukmaydigan shonliq ruhining bevosita mahsuli va natijasidan iborat. Shuning uchun millatimizning hurligi, erkinligi va ozodligi uchun aziz jonlarini fido qilgan qahramon avlodlarimizni qalbimizda abadiyan yashnatish, ularning kurashchan irodasi va milliy ruhiga vorislik qilish bo'lsa, muhojiratda yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarning milliy va vijdoniy burchidan iborat. 5 fevral g'ulchi inqilobidan buyon muhojiratdagi butun tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bu sharafli kunni har xil norozilik faoliyatlari orqali keng ko'lamda izchil xotirlab kelgan edik. Afsuski Xitoyning Wuhan shahridan butun dunyoga yomg'irgan korona vabosi keltirgan intayin foydasiz sharoit va har qaysi allarda yo'lga qo'yilayotgan ig'ir karantin tadbirlari sababidan o'tgan yildan buyon keng ko'lamda namoyish va xotirlash faoliyatlari o'tkazishdan mahrum qoldik. Bu jarayonda ko'plagan qarindoshlarimiz koronavirusi sababidan hayotidan ayrildi yoki bu nejis kasalga giribdor bo'ldi. Ammo shundaqdimi biz sharoitimiz yor bergan va o'zlarimiz turayotgan davlatlarning qonun tuzumlari yo'l qo'ygan doira ichida 5 fevral g'ulchi qirg'inchiligining 24-yilligini xotirlashga va bu orqali aziz shahidlarimizga bo'lgan hurmat va sadoqatimizni namoyon qilishga g'ayrat qilishimiz lozim. Dünya Uyghur qurultayı 5 fevral g'ulchi qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan to'g'ri orqali maxsus muhokama va xotirlash yig'ini uyushtirmoqchi. Boshqa tashkilotlarimiz va aktivistlarimizdan hech bo'lmaganda yolg'iz kishilik namoyishlarni va to'g'ri yig'inlarni o'tkazishini, sirtqa chiqish imkoniyati bo'lmagan qarindoshlarimizning uylarida shahidlarimizning ruhiga atab duo tilovat o'tkazish orqali o'zlarining milliy majburiyatini ado qilishni umid qilamiz. Aziz qarindoshlar, ayni chog'da qaysar g'ulchi xalqi 0 dan tuban 30 graduslik qahrton sovuqqa va mustabid Xitoy hokimiyatining miltiq zambiraklarga pisand qilmay mardonalachi ko'kragini kerib maydonlarga to'kildi. O'zlarining erkinlik va hurlikka bo'lgan tashnoligini va o'zlariga bitmas tugimas baloyi ofatlarni ilib kelgan tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziliklarini namoyon qilishgan edi. Shunga biz muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonliklar vatan ichidagi botur azmatlarimizning qahramonlik jasoratidan o'rnak elib, ezilayotgan va qirilayotgan xalqimizning dod faryodlarini dunyo jamoatchiligiga to'yg'izish uchun texmo zo'r fidokorlik ko'rsatishimiz lozim. Butun aziz shahidlarimizning ruhi shod bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı oldimizdagi shanba, ya'ni 6 fevral kuni umumiy kengash yig'ini chaqirishga hozirlanmoqda.
Koronavirusi sababidan tor orqali o'tkazilgan bu qitimqi umumiy kengash yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari, 6-navbatli qurultayning vakillari, qurultay tarkibidagi va qurultay bilan hamkorlashayotgan har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining asosliq mas'ullari va Dunyo Uyg'ur qurultiyini yaqindan qo'llab kelayotgan fidokor shaxslarimizdan bo'lib, jami 250 nafardan ortiq kishi taklif qilindi va taklifnomalar qurultay raisi Dulqin Aysa apandimning nomidan yo'llab berildi. Bu navbatli kengash yig'inida 6-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'tgan 3 yil mobaynida dunyo miqyosida ilib borgan umumiy faoliyatlari ko'zdan kechirilish bilan birga, yana milliy harakatimiz navbatda duch kelayotgan ba'zi jiddiy masalalar. Shundaqla milliy harakatimizda bundan keyin ijro qilinadigan ba'zi muhim plan programmalar va oldimizda chaqirilmoqchi bo'lgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining tayyorlik xizmatlariga oid masalalar muzokara qilinadi. 2-oyning 6-kuni shanba Berlin vaqti soat 14 istiqlol marshimiz bilan boshlanadigan bu qitimqi umumiy kengash yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandim bevosita riyosatchilik qiladi. Turkiyadagi asosli o'qituvchi partiyalarning biri hisoblangan va Uyg'urlarni qo'llash masalasini o'zlarining asosli kun tartiblarining biri qilib kelgan İYİ partiyasiga mansub parlament a'zosi Fahriddin Yo'qush 29 yanvar kuni partiyasining Turkiya parlamentida o'tkazilgan yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa apandimning Turkiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimiga bo'lgan andishalarini bayon qilib avatgan maktubini o'qib o'tdi. Turkiya bilan Xitoy o'rtasida 2017-yili imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi o'tgan yil 26-dekabr kuni Xitoy xalq qurultiyi tarafidan rasmiy ma'qullikdan o'tgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari mazkur kelishimning Turkiya parlamenti tarafidan rad qilinishini talab qilib kampaniya boshlatgan. Bu jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa apandimning nomidan Turkiyadagi 13 siyosiy partiyaning asosiy rahbarlariga, 50 nafardan ortiq parlament a'zosiga va Turkiyaning 15 davlatdagi bosh elchisiga, shundaqla Turkiya parlamenti qonun komiteti bilan tashqi ishlar komitetining mas'ullariga maxsus talab xati va murojaatnoma yo'llangan edi. Turkiya parlamentida texi ovozga qo'yilmagan mazkur kelishim navbatda Turkiya parlamenti qonun komitetida saqlatilmoqda. Dulqin Aysa apandimning maktubida Turkiya parlamentining texi ma'qulligidan o'tmagan bu kelishimning Turkiyada iqomat bilan yashayotgan va texi Turkiya garajdonligiga o'tmagan 10 minglagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz orasida qo'rquv va tashvish yaratganligi. Shundaqla dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlarining bu kelishimdan qattiq afsuslanish his qilganligi bayon qilinib, bundaq deyilgan. Mazkur kelishim Xitoy tarafidan ma'qullanmayli Xitoy matbuotlarida Sharq Turkistonchi bo'lgunchi terroristlarni himoya qiladigan Turkiya amdi mavjud emas. Sharq Turkistonchilarning amdi qochadigan yeri qolmadi deganda xabarlarning tarqalishi Turkiyadagi Uyg'urlar orasida qo'rquv va andish paydo qilmoqda. Har qanday bir Uyg'ur jinoyati bo'lmagan taqdirdami agar Xitoyga qaytarilgan taqdirda jazo lagerlari va turmalarga mahkum bo'ladiganligi Uyg'ur xalqi beshidan o'tkazgan bir haqiqatdan iborat. Xitoy bu kelishim orqali Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib ketish maqsadiga yetilmagan taqdirdami vatan ichi va sirtidagi xalqimiz orasida allaburun psixologiyalik besim paydo qilish maqsadiga erishganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoyning tub maqsadi bo'lsa bu kelishim orqali mazlum Uyg'ur xalqi bilan ularning birdan-bir umidi hisoblangan Turkiya o'rtasidagi munosabatni buzish va Turkiyani butun davlatlarning oldida e'tiborsizlashtirishdan iborat. Xitoyning necha 10 yillardan buyon Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulm siyosatining keyingi yillarda taraqqiy qilib, rasmiy irqiy qirg'inchilik darajasiga berib yetishini ko'zda tutganimizda, agar bu kelishim Turkiya tarafidan rasmiy ma'qullangan taqdirda, uning zo'r bir insonlik fojiasining maydonga kelishiga sababchi bo'ladiganligi aniqdir. Biz Xitoyning ziyonkashligiga uchirgan Uyg'urlar bo'lib suhbatimiz bilan zolimlarga qarshi mazlumlarning yenida turimiz degan shuor bilan tashqi siyosat edib berayotgan Turkiya davlati va rahbarlarining Xitoyning hiyla nayranglarga ishinib, Uyg'ur qarindoshlaridan yuz o'rmaydiganligiga, mazlum Sharq Turkiston xalqining faryodiga quloq soladiganligiga, shundaqla Xitoyning 20 million Uyg'urni jinoyatchi e'lon qilish qoriniyatiga yo'l qo'ymaydiganligiga ishonamiz. Biz Turkiya parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikka, Turkiya davlatini ezilayotgan Uyg'ur xalqining yenida turishga chaqiramiz. Parlament a'zosi Fahriddin Yo'qush apandi tarafidan o'qib o'tilgan Dulqin Aysa apandimning yuqorqi maktubi İYİ partiyasi parlament a'zolarining qizg'in olqishiga erishdi. 2000-yillarning boshlarida Xitoy hokimiyati quruq tuhmat va yolg'on dalil isbotlar bilan Dulqin Aysa apandimni dunyoga terrorist deb e'lon qilib, xalqaro soqchi tashkiloti Interpol orqali uning ustidan qizil rangli tutish buyrug'i chiqargandan keyin Turkiya qatorliq ko'plagan davlatlar Dulqin Aysa apandimni o'z davlatlariga kirishini cheklagan. Gerçi 2018-yili xalqaro soqchi tashkiloti Interpol Dulqin Aysa apandim haqidagi qizil rangli tutish buyrug'ini bekor qilgan bo'lsa-mu, afsuski Turkiya hukumatining Dulqin Aysa apandimga qaratgan cheklash tadbirlari hozirgacha aynan davom qilib kelmoqda. G'arb matbuotlarida ko'rsatilishicha Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida o'tgan 30-dekabr imzolangan mablag' silish kelishimiga qarata Yevropa parlamenti a'zolari orasida noroziliklar kundan kunga kuchayib borgan.
Mazkur kelishimning rasmiy kuchga ega bo'lishi uchun cho'qim Yevropa parlamentining ma'qulligidan o'tishi shart. Ammo hozirdan boshlab ba'zi parlament a'zolari bu kelishimni bekor qilish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Irlandiyadan chiqadigan mustaqillik gezining xabar qilishicha Yevropa parlamentining ko'plagan a'zolari mazkur kelishimni Xitoyda Hong Kong va Uyg'urlarga qaratilgan bostirish davom qilayotgan sharoitda oldirab tenab tuzilgan kelishim deb qaraydi ekan. Yangi Yevropa to'g'rida bu vaqtda berilgan bir parcha mulohizada kelishimning Xitoydagi kishilik huquq masalasiga o'rin bermaganligi, buning Yevropa uchun bir baloyi ofatdan derak beradiganligi ko'rsatilgan edi. Yevropa parlamentining xalqaro savdo komitetida vazifa o'tayotgan Irlandiya vakili Barry Andrews Xitoy bilan bo'lgan masalalarning kunsiri kuchayotganligini aytgan. U Irlandiya mustaqillik gezidiga mundaq degan: parlament ichidagi bu kelishimga qarshi o'qituvchilar kunsiri kuchayotdi. Bu Hong Kong va Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan munosabatlik. Dünya Uyghur qurultiyyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari hozirga qadar ko'p qitim bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida imzolangan mablag' silish kelishimidan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga, Yevropa parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikka va Yevropa parlamentining a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirib kelmoqda. Mazkur kelishim bu yilning oxiriga qadar Yevropa parlamentining rasmiy ma'qullanishiga suniladi. Yevropa ittifoqining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, garchi Xitoy xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash to'g'risidagi ahdnomasiga amal qiladiganligiga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining bildirishicha, kommunist Xitoy hokimiyati hech bir zaman va'dasida turgan emas. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan lager tuzumi va majburiy emgak tuzumi hozirma ham jiddiy davom qilayotgan bir ahvol ostida, ya'ni yuqorqi kelishimning imzolanishi Yevropa birligining prinsiplariga va qimmat qarashiga tubdan xilof bir harakatlar bo'lib qolmasdan, ya'ni Yevropa parlamenti tarafidan o'tgan yili 17-dekabr ilingan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga qarshi jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish haqidagi qaroriga tubdan zid bir harakatdan iborat. Shunga bu kelishimda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini darhol amaldan qoldirishi lozimligi oldingi shart qilinishi kerak. Ularning bildirishicha, kelishimda Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakini bekor qilishga oid aniq bir mexanizm yo'q bo'lib, ular kelishim Yevropa parlamentida ovozga qo'yilganda parlament a'zolarining uningga jiddiy inkos qaytarishni umid qiladiganligini ifoda qilishmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining o'tgan yil 20-yanvar kunidan buyon butun Sharq Turkiston miqyosida boshlatgan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoni kurash qilish harakati yuqori pallaga chiqdi. Xitoy hokimiyati shu darajada razillashdiki, hatto 91 yoshga kirgan bir Uyg'ur mo'maynimi ekranga chiqarg'izib, Mike Pompeoni tanqidlashga soldi. Ba'zi chet ellik analizchilar Xitoyning yuqorqidagi chakana qilmishlarini ig'ir darajada masxara qilish bilan birga, bu kommunist Xitoy hokimiyatining naqadar razil, naqadar axloqsiz va naqadar pastkash bir hokimiyat ekanligining jonliq o'rnikidan iborat. Xitoyning Uyg'urlarning naslini quritish uchun elib berayotgan vahshiy jinoiy qilmishlari butun dunyoga besh qo'ldek ayon. Xitoy hokimiyati Uyg'urlarni ekranga chiqib so'zlashga majburlash orqali o'zining jinoiy qilmishlarini aslo yoshiranmaydi deb qarashmoqda. Dal buning aksiga Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan o'tgan yili 19-yanvar kunidan e'tiboran chet ellardagi butun Uyg'urlar Mike Pompeo apandimni ezilgan Sharq Turkiston xalqining eng sodiq do'sti deb e'lon qilib, turli ijtimoiy taratqularda uningga bo'lgan cheksiz hurmat va minnatdorliklarini ifodalab kelmoqda. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida Mike Pompeo apandimning sharaflik nomi chet ellarda elib berilayotgan milliy kurash tariximizning batlaridan oltin harflar bilan o'rin og'usi deb ko'rsatgan edi. G'arb matbuotlari Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan yili 19-yanvar kuni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining bundan keyin Xitoy bilan bo'ladigan savdo va boshqa munosabatlarda ig'ir sinoqqa duch kelganligini bayon qilishmoqda. Masalan, Wall Street Journal'da 29-yanvar e'lon qilingan bir maqolda Amerika boshliq G'arb dunyosining Xitoydagi irqiy qirg'inchilikqa hukm bergandan keyin Xitoy bilan bo'ladigan siyosiy va iqtisodiy munosabatlarda cho'ng sinoqqa duch keladiganligi o'ttirg'i qo'yilgan bo'lib, Amerika birinchi bo'lib jakarlagan bu bayonotning G'arb allar bilan Xitoy munosabatlariga belgilik darajada ta'sir ko'rsatadiganligi, vijdon bilan manfaat o'rtasida qandoq to'qinishlarning maydoniga keladiganligi tahlil qilingan. Maqolada bildirilishicha, Trump hukumatining oxirgi kunlarda Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlashida sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo alohida rol o'ynagan.
Yangi tashqi ishlar ministri Antoni Blinken bu bayonotga ovoz qo'shib, Xitoy haqiqatan irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi degan. Ammo Xitoy yanada Amerika bilan savdo qilayotgan ikkinchi cho'ng iqtisodiy davlat. Agar Amerika Xitoy bilan qayta yaxshilashib qolsa, irqiy qirg'inchilik bayonotimi kulkulik bir gapga aylanib qoladi. Amerika va Yevropa davlatlaridagi nurg'un shirkatlar Xitoy bilan bo'ladigan savdosini uzanmay kelayotgan bo'lib, irqiy qirg'inchilik bayonotidan keyin bu savdolarni davomlashtiradigan yoki davomlashtirmaydiganligi aniq emas ekan. Kishilik huquqni qo'g'daymiz deb kelayotgan cho'ng shirkatlarning irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy bilan savdo qilish masalasi cho'ng sinoqqa duch kelgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyghur qurultayyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər пируграммисini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.